Cazanı ösüm küçükün menfaati üçün acizning suyunu sıkıp çıkarış arqali bay teximi beydigan, namrat teximi namraşlaydigan insaniyetin iqtisodiga urilgan zehirli xayr. Üzüm yegan adam Allah ve onun peygamberi Muhammed aleyhisselam'a uruş açkan. Allah ve onun peygamberi Muhammed aleyhisselam'a uruş açkan. Bugün günümüzde köpüncimiz sel qaravatqan, hatta ticaretning bir tür sifatida muomala qilayotgan üzüm, jazoni qabr azobiga sabab bo'lgan eng qattiq, eng ashaddiy gunohlarning birisi. Chunki üzüm yegan odam haqiqiy mu'min hisoblanmaydi. Üzüm yegan odam Alloh va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomga urush ochgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Ey mu'minlar, ey Allohga ishongan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Cazanı taşlanlar. Eğer sizler mümin bolsan, Allah'a işendim degan gepinglar rastçıl bolsanlar, üzümni taşlanlar, üzüm bilan muomala qilmanglar deb Alloh taolo o'ziga bo'lgan iymonimizga üzümni tashlashni shart qilyapti. Demak, biz o'zimizni Allohga ishonamiz deb turib, üzümni tashlamasak, üzüm bilan muomala qilsak, biz haqiqiy mu'min hisoblanmaymiz. Bu oyatning davomida Alloh taolo illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallohi va rasulih. Agar sizlar üzümni tashlamasanglar, jazoni bilan muomala qilishni qo'l uzmasanglar, bilib qo'yinglar ki Allah ve onun peygamberi sizlarga urush ochadi deydi. Demek Allah Taala üzüm yegan odamga, üzüm bilan muomala qilgan odamga sizlarga Allah ve onun peygamberi urush ochadi dedi. Agar bu ogohlantirishni bilib turib, yana üzüm yesa, yana üzüm bilan muomala qilsa, bu odam Allah ve onun peygamberini o'zining qarshisiga olgan bo'ladi. Üzümning ne kadar qabih, ne kadar ig'ir gunoh ekanligini yana bir hadisdan bilalaymiz. Biz odatda eng qabih gunoh desa esimizga nima keladi? Zina keladi. Albatta zina haqiqatan qabih gunoh. Ammo üzüm zinadan neçe hessi qabih günah. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hadiste dirhamu riban ya'kuluhu racul ve huve ya'lam eşeddu min 36 zaniyye. Bir adamning bilib turib bir tengi jazoni yeganligi 36 qatim zina qilgandan qattiq gunoh. O'ylab baqinglar, necha yuz, necha ming emas, bir tengini bilib turib jazoni ekanligini bilib turib yesa 36 qatim zina qilgandan qattiq gunoh deydi. Bu hadis bizga o'simning ne kadar qabih, ne kadar qo'rqinchli, ig'ir gunoh ekanligini ko'rsatib beradi. O'sim yeganlar jazoni bilan muomala qilganlarning ajali to'shqan vaqtida o'lim faristalari ularning jannatni qo'pollik bilan oladi. Ular qabri kelgandan keyin azobning qattig'i uningdan keyin boshlanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Mirojga chiqqan kechasi Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga jazoni xohlaga ularning barzax olamidagi azobini ko'rsatgan. 7-qat osmonga chiqqanda qattiq chaqmoq chaqqan ovozini anglaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qarg'udak bo'lsa, qurzoqlari kuydirib ketgan, cho'ngib ketgan va uning ichida yilonlar shunda azoblanayotgan bir turli kishilarni ko'radi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Cibril aleyhisselam'a ey Cibril, bular kimler deb so'raydi. Cibril aleyhisselam haulay aklatur riba. Bular üzüm yeguvchilar, jazoni yeguvchilar. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a tushida jazonaxo'rlarning barzax olamidagi azobi ko'rsatilgan bo'lib, Peygamber aleyhisselam u tushni bizga bayon qilib mundaq deydi. Qon bilan to'shqan bir daryoning ichida bir odam qirg'oqqa chiqishga tirishyapti. U odam qirg'oqqa chiqay deganda, qirg'oqdagi bir odam uning bir narsa etib uni ichiga kirgizyapti. Mushunda qon yiring bilan to'shqan daryoning ichida u odam azoblandi. Ben o adamın kim ekanligini so'radim. Bana vallazi ra'aytahu fin nahri akilir riba. Sen o qanulan to'shqan daryoda ko'rgan kishi bo'lsa, akilir riba. Ya'ni jazoni bilan muomala qiluvchi, o'sim yeguvchi dedi. O'sim yeguvchilarning jazoni bilan muomala qiluvchilarning barzax olamidagi azobi mana shunda qattiq. Qiyomat kuni har qanday gunoh qiluvchi, qanday gunoh bilan vafot topgan bo'lsa, shu ishning ustiga tirildiriladi. Bir odam yomon ish qilib vafot topgan bo'lsa, yomon ish ustiga tiriladi. Ammo o'sim yeguvchi, jazoni yeguvchi bo'lsa, qiyomat kuni sarangdak jin chaplashuvagandek qo'piriladi. Alloh taolo Qur'on Karimda ularning qiyomatda tirilgan holatini bayon qilib, "Allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas." O'sim yegan, jazoni yegan kishilar bo'lsa, ular jin chaplashuvagandek qo'pidi deydi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taolo butun insoniyatni tirildirgan vaqtida jazoni yegan, o'sim yegan kishilar xuddi sarangdak jin chaplashuvagandek tirildiriladi deydi. Shundaqla jazona va zinoning jazosi faqat barzax olamida, faqat qiyomatda bo'lmaydi. Mushu dunyodan bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda qandaq bir yurtda, qandaq bir shaharda, qandaq bir davlatda jazon bilan zina oshkor bo'lsa, u yurt Allohning azobiga loyiq bo'lgan bo'ladi deydi. Nima uchun bizning dinimizda jazoni o'sim shuncha qattiq cheklanadi? Birinchidan, jazoni boshqalarning milini badalsiz, hech qanday kuch chiqarmay, tirishmay yevilish. Bu orqali boy beyiveradi, namrat namrashib qilaveradi. Şunun bilan jamiyatda inoqsizlik paydo bo'ladi. Ikkinchidan, jazoni kishilarni hunar kasbini to'sib qo'ydi. Bir davlatning
taraqqiyotini oslatib o'tadi, to'xtatib o'tadi. Masalan, 100 ming dollari bor odam 100 ming dollarni sarf qo'yib, har yili %10% yoki %15% uning o'simini yesa, u odamga 100 ming dollarni selib tijorat qilish yoki hunar kasb qilish ig'ir keladi. Bu orqali jamiyatdagi kishilar hunar qilmaydigan o'rin bir xil holat shakllanadi. Davlatmi taraqqiy qilmaydi. Bu nuqtani iqtisodshunaslarmi qabul qilgan. Uchinchisi, qarz bizning dinimizda boshqalarga yordam berish. Bu bir ibodat. Ammo u qarzga o'sim qo'shilgan vaqtida bu boshqalarga yordam berish emas, muhtojning ehtiyojidan foydalanib unga zulm qilish bo'ladi. Xulosa qilib aytgan vaqtimizda jazoni o'sim kuchlikning manfaati uchun ojizning suyini siqib chiqarish orqali boy texmi beydigan, namrat texmi namrashlaydigan insoniyatning iqtisodiga urilgan zaharli xanjar. Shuning uchun bizning dinimizda faqat o'sim yeyish emas, o'simga yordam beradigan har qanday vositalarni qattiq cheklagan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda o'sim yegizguchiga, u o'sim to'xtamiga shohid bo'lg'uchiga, o'sim to'xtamini yozg'uchiga, ya'ni o'sim bankida ishlovchilarning hammasiga la'nat qildi. Shuning uchun o'sim har qanday yerda muomala qilishga bo'lmaydi. Dunyo va oxiratda Allohning la'natiga sabab bo'lgan barzax olamida nihoyat qattiq qabr azobiga sabab bo'lgan bu cho'ng gunohni har qanday sabab, har qanday bahona bilan aqlig'ila bo'lmaydi. Alloh taolo hammamizni bu gunohdan saqlasin. Alloh taolo dunyo va oxiratda rozi bo'lgan bandalardan qilsin.